Bizda noto'g'ri pul to'lash. 200 vatt ishlatsangiz, 200 kilovat ishlatsangiz oyiga sizni pul to'laysiz 450 so'm bo'ladi deydi. Ha 600 so'mga chiqyapti. Undan tashqari bo'lsa, уже 1000 so'mga chiqyapti. Qayerdan odam topadi bu narsani? Bu xonadon 2 ta odam, 3 ta odam bo'lsa, musorga pul to'laysa, kommunalniy uslugi, это kommunalniy musorga odamiga to'laydi pul. 6 ta odam bo'lsa, 6 ta odamga to'laydi, 10 ta odam bo'lsa, 10 ta odamga to'laydi. Elektr energiya xonadonga to'laydi. Toshkentda mayli kvartirada tursa, odam kamroq bo'ladi. Qishloqqa borsangiz 15 ta 20 ta odam to'laydi, bitta hovlida to'laydi. Qanaqa 200 watt kilovatga yashaydi? Gogoda suv bo'lmaydi, skvajina bo'ladi, nasos ishlaydi, konditsioner ishlatmasangiz ham. Bu noto'g'ri. Amerikada ham, Yevropada ham ko'p davlatlarda bor bu sotsialniy вопрос-da. Odamiga to'lash kerak. Yoki 1000 kilovatga olib borish kerak, kamida. Ho 500 dan ko'tarib 1000 kilovatga olib borish kerak xonadonga. Lekin xonadonga emas, rashyot odamiga bo'lish kerak. Chunki aholi ko'payyapti bizda. Hozir 35-37 million bo'ldi. Ertaga 40 million bo'ladi. Elektr energiya yetvasizlar 120 kilovat megavatga olib kelamiz. 2 barobar ko'p bo'ladi. Bu 50% ga chiqaramiz bu narsani. Solnechniy stansiya orqali boshqa narsalar. Masalan, mana shuni o'ylab ko'ring aytganimni.